$21,900. GM 2000 kilometr yuradigan 5 metrlik biznes klass. Rove 7. Xo'sh, siz meni sotuvchi yoki qanaqadir bloger deb o'ylamang. Shunchaki oddiy inson sifatida O'zbekiston bozorida men $21,000-22,000 atrofida avtomobil qidiryapman. Xo'sh, nima variantlar borki, 2000 kilometr masofa bosib o'tadigan variantlardan nima ola olamiz? $22,000 atrofida yangi. Eskiroq siz Malibu olishingiz mumkin yoki qanaqadir Kia olishingiz mumkin, etishingiz mumkin. Crossoverlar ham bor bu pulga deb. To'g'ri, lekin hech qachon crossover bilan biznes klass sedanlarni bir-biri bilan solishtirmang. Sabab, birinchidan, aynan mana shu avtomobilga keladigan bo'lsak, avtomobilimiz 5 metr. Bu degani avtomobili kolesная bazasi, ya'ni g'ildiraklar orasidagi masofa anchagina baland va bu juda ham katta nimaga plus, bilasizlarmi? Siz uzoq yo'lga harakatlanib ketayotganingizda har qanaqa crossoverni orqasi sakratib yuradi. Shaxsan o'zimda Deepal S07 juda ham ko'p crossoverlar bor. Misol uchun Lisang va hokazo. Ularni katta yo'lga chiqqaningizda orqasi sakratadi. Chunki nimaga? Crossover bo'lgani uchun. Biznes sedanlarda esa umuman orqasi sakratmaydi. Chunki bu yerga yaxshiroq yopishib harakatlana olishi uchun va kolesная baza ham juda ham uzunligini hisobga olib. Bu pulga siz tasavvur qilyapsiz, 5 metrlik 2000 kilometr uradigan mashinani yo'q va podveskasi. Bu klassdagi avtomobil aynan Roveni hech qanaqasiga O'zbekiston bozorida raqobatchisi yo'q deb men nimaga bemalol ayta olaman. Buning eng asosiy sababi avtomobilning podveskasi. Siz qayerda eshitgansizki, 20 mingdan $25,000 atrofigacha bo'lgan avtomobilda elektronniy podveska borligini, avtomobilni podveskasiga qarang. Bu podveska yo'lni o'zi his qiladi va yo'lni skan qilib, tasavvur qiling, xohlagan payt yumshoq, xohlagan payt qattiq, xohlagan payt komfort rejimda o'zi avtomatik tarzda hisobini olib podveskani o'ziga moslaydi. Yo'lni notekisligiga qarab avtomobil bitta kuzov standartini tekis ushlab ketadi. Aynan bu tizim aynan mana bu joyda ishlab beradi. Ko'rasizlarmi? Aynan mana shu yo'lni skaner qilib, sizni notekislik yo'llarda avtomobilni lapanglatib yurmasligini ta'minlab beradi. Bu segmentda siz Gir 360 gradus kamera lidar sistemasiga ega bo'lasiz. Adaptivniy cruise control, line assistant, avtomatik parkovka tizimi juda ham xuddi Aitalarni kim haydagan umrida Aita, xuddi shuni sistemasi bilan deyarli bir xil. Avtomobilni minuslariga keladigan bo'lsak, bu avtomobil 55 litrlik yoqilg'i baki bilan ishlab chiqaruvchi 2050 kilometr yuradi deyapti. Shaxsan o'zim bu avtomobilni 7000 kilometr masofa bosib o'tdim. Avtomobil necha kilometr yuryapti deb o'ylaysiz? Aynan shaxsan o'zimda ushbu avtomobil 1500 kilometrdan 1700 kilometrgacha o'zim bosib o'tdim. Mijozlarning aytishi bo'yicha bo'lsa har xil. Ba'zi birovlar 1800 kilometr, shaxsan o'zimning tajribamda aynan shunaqa yuryapti. Sizni tajribangizda agar haydab yurgan bo'lsangiz, necha kilometr yuryapsiz? Kommentariyada yozib qoldiring. 2000 kilometr yurmayotgan ekan-ku baribir degan savol sizni albatta qiziqtirishi tabiiy. Siz $22,000 atrofida mashina olasizda. Avtomobil 50 litr baki bor. Xo'sh, qaysi raqobatchisida 50 litr bak bilan kamida 1500-1600 kilometr qaysi gibrid yuryapti real hayotda? Shuni bitta o'ylab ko'ringlar. Va narxi $22,000 atrofida siz mashina olasiz, 50 litr benzin quyasiz va 1500 kilometr kafolatlangan holatda yuryapsiz. Qaysi bunaqa pulda, bunaqa katta biznesdan yurib beryapti? Qani menga bitta isbotlab beringlar. Mayli, agar Xitoy buni 2000 kilometr yuradi deb ishlab chiqaruvchi beryapti, lekin ishlab chiqaruvchi aytganidek yurib bermayapti va 100% yurib bermaydi degan odamlar, sizlar birinchidan avtomobilning gibrid tizimini o'rganinglar,
qanaqa 1800-1700 kilometr hozirgi kunda O'zbekiston sharoitida bu avtomobil 100% yurib beryapti. Shaxsan o'zimning tajribamda ham bu kelib chiqdi. Haydashimga qarab 1500 dan 1700 gacha. 160 kilometr elektr energiyasida yuradi degan 19.7 kilovatli batareyasi mavjud. 19.7 kilovatli batareya bilan siz 130-140 kilometr yurasiz. Real sharoitda, hozirgi vaqtda. Sovuq sharoitida bo'ladigan bo'lsa 110-100 kilometr yurib berdi. 10% zaryadga qolgancha, 10% ga. Chunki bilasizlar, gibrid avtomobili 10% o'zi generatorga qo'shib yuboradi. Shuning uchun men sizlarga real o'zimning sinovimdan o'tgan probeglarni aytayapman. Chunki menga nima deydi, sizlarni hozir aldab 2000 kilometr javob beradi akalar. Javob degan gapni aytgandan ko'ra haqiqatda aytganim baribir yaxshi. Xo'sh, avtomobilimizni yukxonasi sal kam 560 litr. Tasavvur qilasizlarmi? Menga o'xshagan mana bunaqa odamlar ham bemalol yotib ketaveradi. Voy, ikkita odam menga o'xshagani bemalol qilib ketadi. Meni bo'yim 1.84. Xullas, aytmoqchi. Men mana bu hattoki bu avtomobilning orqasida ham lidar sistemasi borligini sizlarga aytmadim-a? Yo'q. 360 bor deb aytdim-ku. Muzikani qo'yib yurishini qarang. Xo'sh, avtomobilimizni tashqi ko'rinishi, orqasi Genesis. Oldi bo'ladigan bo'lsa, BMW i7 ga juda ham o'xshaydi. BMW ni lyuks kopiyasi deyotgan odamlar. Bu to'g'ri, BMW ga o'xshaydi. Bilasizlarmi, sababi nimaga BMW ga o'xshaydi? Chunki avtomobilni BMW ni i7 ni chizgan odamni o'zi aynan mana shu avtomobilni chizgan. Tasavvur qilasizmi? i7 ni chizgan odam buni chizyapti. Bu kopiya bo'lyaptimi yoki o'zini ilhom mahsulini yana bir marta takrorlayaptimi? Yana 22 ming dollar atrofiga. Avtomobil endi ichki interyeriga bitta sayohat qiladigan bo'lsak. Mana bu go'zallik san'at asariga qaranglar. Eng muhimi, siz 22 ming dollar atrofida mashina olasizda, Madina tom oynani och. Vola. Ko'rasizlarmi? Madina o'ng oynani och. Tablosi bor, 8 dyumlik va 16 dyumlik katta displey, to'laqonli rus tili, o'zbek tili, hattoki arab tili ham mavjud. Ko'rasizlarmi? Hamma narsasi, hattoki YouTube, navigatsiya, Waze, nima dasturiy ta'minot kerak, ishlab chiqaruvchi va rasmiy diler orqali sizga ushbu avtomobilni shundoq kelasiz, tayyor holatda topib chiqib ketasiz. Hech qanaqa Xitoy tilida bo'lmaydi. Rasmiy diler bilan norasmiy dilerni shu yerdan ajratib olsanglar bo'ladi. O'rindiqlarning hammasi isiydi. Voditellikka soviydi ham, hattoki ruligacha isiydi. Ushbu avtomobil O'zbekiston bozorida ikki xil komplektatsiyada sotilyapti. Hozir top komplektatsiyasi bilan komfort pozitsiyasini sizlarga men bitta farqini tushuntiraman. Oldin fullini ko'rsatib oling. Birinchidan, avtomobilda mana bu yerda simsiz quvvatlagichi bor. Klimat kontrollari bor, hattoki orqalarda ham bemalol havo aylanadi, 540 gradus kamera. Men sizlarga hozir bitta mana bu yerda lidar sistemasini ham ko'rsatib qo'yay. Bitta mazza qilib bitta. Ko'rasizlarmi? Mana, naryoqda odamlar bormi, nima bor? Hammasini ko'rsatib turibdi mashina. Xullas, mana shunaqa eksklyuziv gaplar. Qaranglar. Meni bo'yim 184, bo'y yuqorida aytganimdek. Qaranglar, men o'zimga hozir mashinani moslayman. Hop. Mana, ko'rishinglar mumkin. Mana, yelkan bilan o'rindiq bir-biriga tegib turibdi. Mana, ketdi. Endi o'zimni orqamga o'tirib ko'ramiz. Avtomobil qanchalik keng. Bitta o'tiramiz. Ko'ryapsizlarmi? Qancha? Boshim ham tegib qolayotgani yo'q. Mana buni qaranglar. Men bu yerdan shundoq kelgandek kattagina yamichka bor. Ko'ryapsizlarmi? Mana qancha? Mana. Qancha masofa. Men bu yerda o'tirib ko'rsating. Mana. Mana. Bunda o'tirdi mana. Qancha masofa. Bemalol 1.84 bo'yim bilan o'zimni orqamga o'tirganimda ham ko'ryapsizlarmi? Qanchalik katta masofa mavjud. Maza qilib ketasizlar. Umuman maza qilib. Qolaversa, yoshi katta odamlar uzoq masofaga mana bunaqa oyog'ini cho'zib,
mana bu yerda mana bunaqa kinolarni qo'yib qo'ysangiz, mazza qilib ketsa kerak. Yumshog'ina elektronniy podveskada yo'llarni umuman yamichkalarni sezmaysiz. Mazza qilib ketaverasiz. Va orqa o'rindiqlarni aynan mana bu yerdan o'zingiz uchun kontrol qilsangiz bo'ladi. Bitta ko'rsating-da. Mana. Qaysi avtomobilda siz ko'rgansizki, orqasida mana shuncha ko'p knopchkalari bor. Crossoverni sedan bilan yana bir bor tegi baland deb aytishlari mumkin. Lekin bu avtomobilning tegini ko'ryapsizlarmi? Qanaqa? Salkam 17-16 sm atrofida chiqadi. Klirensini o'zi sedan bo'lib turib va elektronniy podveskasi katta yamalarga tushayotganda podveskani o'zi kontrol qilishini hisobiga tegi uncha-muncha joyga tegib qolmaydi ham. Xohlasanglar mana bu yerga kelib o'zingizlar test qilib ko'rishinglar ham mumkin. Top komplektatsiyasida nima farq bor? Xullas, bitta qisqacha tushuntirib o'taman. Eng avvalo, siz full versiyani olasiz. Diskis 18 diametrlik bo'ladi va shiningiz GT Control bo'ladi va elektronniy podveska 4 ta o'rindiqlari isiydi va old o'rindiqlari soviydi, rulda obogrevatlari bor va lidar bor. Panorama tom va o'rindig'i mana bunaqasi yotishi bilan farq qiladi. Lekin 2000 km yurishi, 160 km elektrda yurishi, texnik xususiyati deyarli bir xil. Endi komfort pozitsiyasini ko'rsataman, kelinglar. Bizni showroomni ko'ryapsizlarmi? Naqadar go'zalligini qaranglar. Qattiq ko'rgansizlar mana shunaqa showroom akalar. Xullas, aynan mana bu komfort pozitsiyasi. Komfort pozitsiyasida tashqi ko'rinishi deyarli bir xil. Faqatgina siz aynan mana bu yerda R17 diametrlik Kumho shinalari bilan ajratishingiz mumkin tashqi ko'rinishini. Ko'rasizlarmi? 215-55 R17 Kumho bu original balon hisoblanadi. Almashtirib o'tirishingiz ham shart emas. Juda ham podveskasi yumshoq. O nariga full premium pozitsiyani o'zi yumshoqda, lekin undan 2 baravar deyarli yumshoq desa ham bo'ladi buni. Xo'sh, yana nimada farqi bor? Ochamiz. Bitta qaraysiz. O'rindig'ida bunda isitish, sovutish tizimlari bo'lmaydi, lekin displeyni kattaligi, adaptivniy cruise control, line assistant, avtomatik торможение va avtopilotlargacha kerak bo'lsa bunda bor. Va eng asosiy farq yana bu yerda lyukda. Bunda ochiladigan o'zimiz an'anaga aylangan lyuklarimiz ham mavjud. Gentra'nikidan ancha katta, Captiva'nikidan ham ancha katta. Shuning uchun taxminan men sizlarga o'lchamini bilishingiz uchun aytayapman. Qolgan dinamik xususiyatlari, elektrodvigateli, rasxodlari hammasi bir xil. Shuning uchun mana nimaga men premium pozitsiyasi, komfort pozitsiyasi qanaqa farqi bor degan odamlar uchun men mana shu narsani sizlarga qisqacha tanishtirib beraman. Avtomobilni rasmiy dileri hozircha Toshkentda bitta. Siz Rove'ning rasmiy salonini Mirobod dehqon bozorini Nux 69 desanglar o'zi kartada chiqib keladi. Mirobod dehqon bozorini juda ham ko'pchilik biladi. O'shani shundoqqina ro'parasida Almaz Holding, ya'ni Almaz Avto degan avtosalonimiz mavjud. Shu Rove'ning bosh ofisi, markazi hisoblanadi. Mana shu yerdan Buxoro hozircha va Xorazmda rasmiy dilerlik markazlari bor. Siz o'sha yerlarga borib ham bemalol avtomobil bilan yaqindan tanishib, rasman xarid qilib olishingiz mumkin. Rus tili, o'zbek tili, e-agent, Madina, Sunintek hammasi rasmiy diler tomonidan beriladi. Siz qat'iyatdir aynan Rove xarid qilaman deb borayotganingizda, agar sizga rus tili emas, xitoy tilidagi avtomobilni ko'rsatib, biz qilib beramiz sizlarga bir hafta, 2 haftada yoki 1-2 kunda deydigan bo'lsa, ishonmanglar. Rasmiy diler rusifikatsiyasi tayyor holatda mana. Liboy mashinani qaranglar mana. Hammasi mana ruscha qilingan. Hammasi umuman xitoycha avtomobil yo'q. Xo'sh, sizda yana qanaqa savollar bor? Ushbu avtomobilni to'liq obzorini shaxsan o'zim ham chiqaraman. Agar talab va taklif bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada bitta yozib qoldiring. Siz bu avtomobilni xarid qilib olgan bo'larmidingiz? Siz yaqindan bilgan GM nafaqat Malibu, Equinox, Tracker va Onix avtomobillarini ishlab chiqarib bizni bozorga taqdim etgan. Lekin dunyo bozorlariga GM aynan nimalarni taqdim qilmoqda? Juda ham ko'pchilik aytishi mumkin. Bu GMga umuman qarashli joyi yo'q. Sizlar nima deyapsizlar deb.
Lekin gapni ochig'ini aytadigan bo'lsak, SAIC Motors bu GM eng katta hamkorligidagi avtomobil brendlaridan hisoblanadi. Shuning uchun Xitoy ichki bozorida SAICni o'zi asosan Chevrolet nomi bilan juda ham ko'pchilik yaqindan bilishadi. GMga qanaqa aloqasi bor buni va qaysi modellar bilan solishtirib qarasam bo'ladi degan savolinglarga menimcha qisqacha bir javob berdim degan umiddaman. Yana qanaqadir savolinglar bo'lsa yozib qoldiringlar. Ha, aytmoqchi, bu avtomobilga 15 yil yokida 300 ming kilometr kafolat bor. Xo'sh, bu nimalarga beriladi? Elektrodvigatelga 15 yil yokida 300 ming kilometr kafolat, batareyasiga 8 yil yoki 150 ming kilometr kafolat, benzin dvigatelini o'ziga 3 yil yoki 100 ming kilometr kafolat beriladi. Mana shu narsani e'tiborga olib qo'yinglar. Nimaga benzin dvigateliga 3 yil yoki 100 ming kilometr degan savol albatta sizda tug'ilishi mumkin. Buni eng asosiy sababi har qanaqa DVS dvigateliga ega bo'lgan avtomobilni o'zi standart bo'yicha 3 yil yoki 100 ming kilometr garantiya beriladi. Maksimum bu benzin dvigateli turadigan bo'lsa 400-500 dollardan unaqa ko'p turmaydi. O'zi benzin dvigateli o'zi. Bu yerda eng qimmat narsalarga katta kafolat berilyapti. Shunisiga e'tibor qaratinglar. 15 yil yoki 300 ming kilometr elektr dvigateli buniki qimmat bo'ladi, elektr dvigatel reduktorlarini o'zi. Aynan shunisiga 300 ming kilometr tasavvur qilasizlarmi? 300 ming kilometr. Batareyasiga 8 yil. Endi bu deyarli hamma elektromobillarda, rasmiy sotilayotgan elektromobillarda bu amal qilyapti. Va yana bitta narsa, testdan o'tmagan avtomobilga qanaqa qilib buncha ko'p kafolat beriladi degan narsani albatta siz ham aytishingiz mumkin. Hali testdan o'tmagan deb. Xo'sh, menga aytinglar. Yangi hozirgi rivojlanayotgan vaqtda kim avtomobilni maksimal test qilishga ulguryapti? Menga aytinglar-chi. Ishlab chiqaruvchilarning o'zi avtomobil ishlab chiqarishdan oldin uni resursini aniqlab, taxminiy hisoblab, 1 yil davomida aynan mana shu avtomobil o'zi test sinovidan o'tgan, issiq, sovuq va hokazo. O'shalarni inobatga olib kafolat beradi. Bular ham jin emas. Qanaqa qilib 300 ming kilometr kafolat berishi mumkin. Kafanga bo'lib ketadi-yu buni o'zi. Va Rove'ni o'zini zavodi bu kichkina zavod emas. Bu SAIC Motors. Xitoyda deyarli 2-3 darajadagi gigamon zavod. Bu o'zidan o'zi bugun bor, ertaga yo'q bo'lgan kompaniyalardan emas. Shuning uchun sinovdan, ishonchdan o'tgan. Siz Xitoyga, Shanxayga bitta borib ko'ring. Ko'zingizni yumib xolagan joyga bitta tosh otsangiz boru, borib Rove'ni boshiga tushadi. Ishonaveringlar. Shanxay bu Rove'ni shahri. Hamma deyarli aynan Rove brendidagi avtomobillarda harakatlanib yuribdi. Shaxsan o'zim buni ko'rib juda ham hayron qoldim. Qanaqasiga deb. Demak, avtomobil sifati yaxshi, juda ham zo'r. Mana endi rasman O'zbekiston bozoriga kirdi. Xudo xohlasa, aynan mana shu avtomobil trenddagi legendalardan bittasiga aylanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Barchalarni Rove O'zbekistonda kutamiz va o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Men qanchalik to'g'ri gapirdim?